Endi bilmaydi. Men poloniga o'zi tomosha ko'rsataman deyapti. Tashlayapmi? Mana ha deydi. O'zini qorniga tashlamayapmiz-da. Mayli. Qani hushyor bo'ling. Yaxshi ko'z bilan, yaxshi nazar bilan tomosha qilyapsizlar. Yomon ko'z toshli yoradi deydi. Alloh asrasin. Qani hushyor bo'ling. Qarsaklar bilan Elchixonbek. Rahmat. Nima bo'ldi? Ha, bu qarsak bo'lmadi, o'shaning uchun. Bitta qarsak bo'lsin yigitga. Mana shu yigitlardan bormi? Keling uka. Siz keling. Ha, keling. Tezroq keling. Siz ham keling. Kuchli yigit kerak. Siz ham keling, chiqaning. Kelaveringlar. Kattaroqlaring keladi. Kattaroq og'irroq. Bo'ldi. Nechta bu? Siz o'tirib oling, kichkinalik bo'lasiz. Og'irligingiz qancha? Sizniki? Mana shu yigitlarda hammasini baravar ko'tarsin polonigacha. Yoshligida mana polonlik o'yinlarda ham namoyish beryapti. Hamdorbosi endi Elchixonbekdan tomoshani ko'ring. Mosli holatda mana bu yigit oyog'ida. Mana bu ukamizni ko'kragida. Shu ham chiqadi. Siz oldiroq o'ting, bu tomonga o'ting, siz bu tomonga o'ting. Mana bu yigit og'irligini jog'ida ko'tarsin. Ko'rinishga olsam bajarishga murakkab tomoshalar. Qarsak bo'lsin azlar, qani. Rahmat, mana ukajon traktorga chiqqani chiqib ketyapti. Salomat bo'ling, sekinroq. Buni ham ona tutadi. Yashang. Qani ikkada shu olamiz. Sanab ket o'sha. Oyoqqa chiq. Chiq. Ya qarsakka marsiydimi? Rahmat. Shu yigitlarning haqiqiy bir qarsak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Joylaringiz bo'lsin. Xo'p, endi polonigacha bir moshinlar bilan tomosha ko'rsatib bersin, yosh bo'lishiga qaramasdan, moshinlardan tishlari bilan tortib beradi. Ko'rib guvohi bo'lasizlar. Lekin mana shu tomoshaga navbat berish oldin tomoshaning boshida 1 kiloni tomoshalarni ko'rsatdi dorbozigacha. Dorbozi polonli uloqroq bo'lmagan. 1 kiloni akrobat o'yinlar